Svetga ko'p pul to'layapsizlar. Nimaga ko'p to'layotganinglarni oddiy yo'l bilan isbotlaymiz. Hammaning uyida Ariston bor. Shu Aristonimizni uyimizga 1 yil oldin qo'yganmiz. 1 yil ichida ko'ryapsizlarmi ichidagi musurni? Hali ichida musur ko'p. Buni oddiy yo'l bilan tozalash usuli bor. Shundoq 4 ta samarangizni yechasizlar. Xuddi shunaqa suv isitgichini olasizlar. Tozalaysizlar, ichini yaxshilab yuvasizlarda, qaytadan ustanovka qilasizlar. Xuddi shu narsani tozalaganingizdan keyin elektr energiyani kamroq iste'mol qiladi. Buni ko'p iste'mol qiladi deyotganim, ustini nakib bosib ketgan, shuni hisobga ko'proq tokka iste'mol qiladi. 6 oyda bir marta Aristonni tozalab turish bu shunchaki uchun juda ham foydali. Bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar, bundan ham foydali videolarni chiqarib turamiz. Shu foydali videoni ko'proq odam ko'rish uchun yuborib qo'yinglar ko'proq odamga deb pastga yurakdan qizartirib qo'yinglar. Foydali videolarni chiqarib turamiz. Sog' bo'linglar.